Assalomu alaykum. Surxondaryo telekanali dasturlaridan o'rin olgan huquqiy jamiyat sari ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Yangi O'zbekiston bugun o'z imkoniyatlarini yurtdoshlarimizga taqdim etmoqda. Bugun bozor rastalariga borasizmi yoki do'konlarda xaridni amalga oshirasizmi? Sizda tanlov imkoniyati paydo bo'ldi. Bir necha yillar ilgari faqat bir mahsulotni sotib olish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, hozir o'ndan ortiq turlarini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda raqobat muhiti ishlayotganidan dalolat beradi. Bozordagi narxlarning barqarorligi, iste'molchilarga yetkazib berilayotgan mahsulotning sifati va yaroqliligi haqida bugun studiyamizda gaplashamiz va bugun Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasida mutaxassislarni taklif etganmiz. Tanishtirib o'taman. Boshqarmaning boshlig'i o'rinbosari Husniddin Yo'ldoshev, boshqarmaning bosh mutaxassisi Olimjon Bo'tayev hamda boshqarmaning bo'lim boshlig'i Ma'rufjon Qodirov hamsuhbatlarimiz. Husn aka, dastlab bilasiz, bugungi kunda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga talabi yuqori. Ya'ni bugun deylik bozorga kirgan odam kamida bir arava mahsulot xarid qilmasdan chiqib ketmaydi-da. Ya'ni aholi soni ham ko'payib boryapti. Birgina Termiz shahrini oladigan bo'lsak, Yashil dunyo bozori atrofidagi gavjumlikni ko'rib ham buni bemalol ayta olamizda va bu esa ehtiyoj. Bu ehtiyojni qondirish kerak. Deylik bir kunda kamida 1 tonnadan ortiq kartoshka mahsuloti sotilayotganligi yoki bozorga kirayotgan 10 mingdan ortiq non mahsulotlarining xaridi amalga oshirilayotgani ham bu bugun talabni qondirilayotganiga dalolat beradi. Shu o'rinda savdo majmualarida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, iste'molga yaroqliligi qanday tartibda nazorat qilinmoqda va bu sohada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Assalomu alaykum, rahmat. Respublikamizda aholi sonining ortishi bilan bir qatorda aholining iste'mol tovarlariga, oziq-ovqat mahsulotlariga talabi ham ortib bormoqda. Bunda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish davlat qo'mitasining asosiy vazifalaridan biri bo'lgan bu aholiga sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni doimiy nazorat qilishdan iborat. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida hududiy boshqarma tomonidan 2025-yil davomida Sanitariya epidemiologiya nazorat boshqarmasi xodimlari hamda sifat jihatdan tartibga solish nazorat inspeksiyasi xodimlari bilan hamkorlikda Vazirlar Mahkamasining 59-sonli qaroriga asosan 100 ta turdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlarining sifati yuzasidan nazorat xaridlari olib borildi. Mazkur olib borilgan nazorat xaridlari davomida iste'molga yaroqsiz, yaroqliligi muddati o'tgan mahsulotlarni 28 turdagi mahsulotlar aniqlanib, bu mahsulotlar asosan dudlangan go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari, bolalar ozuqasi, yaxna ichimliklarning iste'molga yaroqlilik muddati o'tganligi holati aniqlandi. Yaroqlilik muddati o'tgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotgan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni 11-moddasiga asosan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tuman shahar sudlariga yuborildi. Bundan tashqari, mazkur tadbirkorlik subyektlariga nisbatan hududiy boshqarma tomonidan tegishli tartibda ish qo'zg'atilib, tadbirkorlarga kelgusida yaroqlilik muddati o'tgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotmaslik, savdodagi yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlarni bartaraf qilish, olib tashlash yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar taqdim etildi. Albatta, mana shu o'rinda bitta savol paydo bo'ladi. Demak, bugun ishlab chiqaruvchilarimiz safi kengayib boryapti. Bu ham raqobat muhitini paydo qilyapti-da, Husn aka. Deylik, o'sha yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlarni yig'ishtirib olib, ularning o'sha yorlig'ini almashtirish holatlari kuzatiladimi yo'qmi hech? Deylik, mana shunaqa holat kuzatilsa, tadbirkorga nisbatan qanaqa tartibda ish olib boriladi? O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 11-moddasiga ko'ra, sotuvchi tomonidan muddati o'tgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotish uchun qabul qilish taqiqlanadi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 178-moddasiga asosan ma'muriy jazo choralari ko'rish belgilangan. Olimjon aka bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Hozirda viloyatimizdagi tovar xomashyo birjasida tadbirkorlar tomonidan qancha turdagi mahsulotlar savdoga qo'yilmoqda va ushbu mahsulotlarning narxlarini oshib ketmasligi qay tartibda nazorat qilinmoqda? Birja bu tovarlar, qimmatli qog'ozlar, valyuta va boshqa moliyaviy aktivlar sotiladigan bozor deb hisoblanadi. Viloyatimizda 2025-yilda asosan mana 25 ta xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan 24 xil mahsulotlar birja orqali sotilgan. Ushbu mahsulotlarni sotishdan endi viloyatimizda maqsad bu tenglik baholarni aniqlash, ularni raqobatga qarshi
bo'lgan harakatlarni qildirmaslik, holatlarni takrorlamaslik yoki raqobat qonuni buzilmasligini ko'rsatish. Endi bu asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PQ 4484 sonli qaror asosida Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqini himoya qilish qo'mitasiga mana shu monitoring birjada savdolarni monitoringini olib borish belgilangan. Ushbu monitoring bo'yicha biz mana shu nazoratni olib boramiz. Birja qonunlari, qoidalari buzilmasligi uchun manipulyatsiya holatlari, ya'ni narxlarni sun'iy oshirib qo'yish yoki kelishib savdoga kirishish, har qanday mana shu harakatlarni monitoring qilish natijasida aniqlab, ularga kerakli taqdimnomalar, ko'rsatmalar berib, mana shu harakatlarni to'xtatish vazifamiz shundan iborat. Endi bozor narxlarini keskin ko'tarilib ketmasligi uchun birjada mana shu narxlar bo'yicha qo'yilayotgan mahsulotlarning boshlang'ich narxi bo'ladi, xarid narxi bo'ladi. To'g'ri. Boshlang'ich narxida qo'yilgan mahsulotlar qimmat qo'yilsa, xarid narxi ham talabgor ko'paygandan keyin oshib ketishi mumkin. Shuning uchun boshlang'ich narxlarini nazorat qilib boriladi. Boshlang'ich narxlarni keskin ko'tarib yubormaslik maqsadida. U tovarlarni sotish uchun, masalan, tanqislik vujudga kelgan paytda ayrim xo'jalik yurituvchi nopak subyektlar mana shu boshlang'ich narxlarni oshirib yuborish orqali o'ziga kattaroq foyda oladi yoki kelishib birgalikda bir mahsulotni sotuvchi korxonalar birgalashadi. Mana shu narxlarni shundan belgilaymiz deb kirishadi, birjaga qo'yib sotadi. Albatta, endi shu o'rinda Olimjon aka, narx chegarasi bo'ladimi shu yerda? Davlat tomonidan belgilab berilgan? Davlat tomonidan belgilangan narx yo'q. Bu birjaga qo'ygandan keyin birjada talab va taklif asosida shakllanadi. Agar talab bo'lmasa, buni qo'ygan mahsuloti sotilmaydi birjada. Keyin sotilmagandan keyin u majbur narxini tushirishga majbur bo'ladi. Bu talab bo'lmagandan keyin narx tushib ketaveradi. To'g'ri. U shu boyaga o'zi mutanosib bir-birini talab bilan taklif muvofiqlashtiradi. Birja orqali sotishdan tadbirkor manfaatdormi, yo'qmi? Albatta manfaatdor. Bu iqtisodiy foyda olish bo'ladi. Ham uning o'zining mahsulotining narxlari shakllanadi birjada. Mana birja savdolari orqali sotib olgandan ko'ra turli aylanma yo'llar orqali sotib olish iste'molchiga ham biroz arzonroqqa tushadi deyshadi, lekin aslida bu yerda davlat manfaatlari ham, ishlab chiqaruvchi manfaatlari ham turibdi va shaffoflik birja savdolari orqali ekan, shuni angladim to'g'risi men. Rahmat javoblar uchun va shu o'rinda Ma'rufjon Qodirov, boshqarmaning bo'lim boshlig'i. Ma'rufjon aka, raqobat boshqarmasining davlat xaridi bo'yicha vakolatlari nimalardan iborat va 2025-yilda boshqarma tomonidan qanday ishlar amalga oshirildi? Shu haqda ham to'xtalsak. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining vakolatlaridan biri davlat xaridlarida raqobat muhitini ta'minlashdan iboratligi, ya'ni davlat xaridlari to'g'risida qonuni, O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risida qonunlari asosan ishini amalga oshiradi. Bunda ishtirokchilarni kelishib olingan harakatlari yoki afillangan shaxslar yoki manfaat to'qnashuvini keltirib chiqargan yoki ishtirokchilarni asossiz ravishda tanlov sotlarni chetlashtirishini oldini olishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish Surxondaryo hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yilda Xarid.uz, X.uz hamda XT xarid tizimlaridan o'tkazilgan tanlov savdolarida 1672 ta tanlov savdolari monitoring qilib tahlil qilingan. Shundan 1425 ta tanlov savdolarida raqobatga zid holatlar aniqlangan. 80 ta buyurtmachilarga nisbatan tegishli tartibda ish qo'zg'atilib, 65 ta tegishli mas'ullarga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari 668 ta tanlov savdolari bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga huquqiy baho berish bo'yicha o'tkazib berilgan. O'sha bir tanlovga g'olib chiqish maqsadida 2-3 ta ishtirokchilar tomonidan kelishib oladi. Yoki manfaatlar to'qnashuvi. Shu buyurtmachi bilan ishtirokchilar yaqin qarindoshlik yoki bir-biriga bog'liqlik alomati mavjud. Bunday holatlar ham qonun bo'yicha cheklangan. Shaffof bo'lish maqsadida. To'g'risi, mana shu raqobat to'g'risidagi qonunni ishlayotganligi yoki iste'molchilarning haq-huquqlarini himoya qilinayotganligi boisidan ham bugun narx-navolar sun'iy oshib ketmayapti-da. Deylik, bozorlarda yoki do'konlarda mana qariyb 5 yildan beri bir non mahsulotini 5000 so'mga xarid qilamiz. Bo'lmasa qancha o'sha oylik maoshlar ko'tarilib boryapti,
deylik qancha o'sha iqtisodiy imkoniyatlarimiz kengayib boryapti, lekin baribir ham iste'molchiga o'sha narxni barqarorligini ta'minlab turish uchun qarang mana shu o'zgarishsiz turibdi. Yoki qator mahsulotlarimizni ham biz qimmat pulga sotib olayotganimiz yo'q. Deylik, bugun Surxondaryo viloyati bilan Toshkent shahrini o'zaro solishtiradigan bo'lsak, ba'zi mahsulotlarimiz o'zimizda ishlab chiqarilganligi boisidan ham o'sha narxda bir xillikni kuzatishimiz mumkin va menimcha bu jarayonda sizlarning ham mehnatingiz katta, chunki bozordagi narx-navoni o'rganib, ularning sifatini o'rganib, tadbirkorga to'g'ri tushuntirish olib borilishlari evaziga bugun deylik zaharlanishlar kam kuzatiladi, deylik o'sha kasalliklarning tarqab ketishi kam kuzatiladi. Qolaversa, bozorda endi katta miqdorda pul aylanadi, o'sha aylanmalar ham bevosita o'sha ham tadbirkorning manfaatlarini o'ylab, ham iste'molchilarning manfaatlarini o'ylab jarayonlar o'sha shaffoflik bilan olib boriladi. Demak, qadrli teletomoshabinlar, siz Surxondaryo telekanalida huquqiy jamiyat sari ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Va bugun sizlarga bir qator ma'lumotlar berishga harakat qildik. Bozorlar, narxlar, birja, umuman olganda davlat xaridlari, bugun iste'molchi uchun kerak bo'ladigan tavsiyalarni hammasini eshitdingiz. Va keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.